Men kishilar orasida Ibn Uyaynadek ilmga to'lgan birini ko'rib boqmadim. Imom Shafi'i. Men Ibn Uyaynadan bekerak sunnatni tushunadigan birini uchirib boqmadim. Imom Ahmad ibn Hanbal. Zuhrining ashablari ichida Ibn Uyaynadan bekerak putuq qozongan biri yo'qdir. Imom Ali ibn Madani. Ibn Uyayna ishonchlik va aql farosatlik biridir. So'zlari hujjat bo'ladigan hofiz imomdir. Imom Abu Bakri al-Bayhaqi. İslam ümmetining bu qadar katta ulamolarning taraflashiga va yaxshi baholarni berishiga erishgan bu olim zodi kimdir? Agar bu kishining kimligi qiziqsangiz, diqqatingiz ilm yor ekrani bo'lsin. İmam Sufyan ibn Uyayna hicretning 107-yili Kufada tug'ilgan bo'lib, dadasi nihoyat taqvodor kishi edi. Sufyan ibn Uyaynaning ilm yo'liga qadam elishiga dadasining uningga qilgan nasihatlari sababchi bo'lgan desakmi bo'ladi. Oshkoraqni deganda, ana shu vaqtdagi xilofat osmoni ilm ufuqlari bilan to'lgan bo'lib, nurg'un kishilar ana shu davrning ilm ma'rifatiga muyassar bo'lgan. Imom Sufyan ibn Uyayna olimlar jamgohida o'sib yetilgan va ana shu muhitning havosidan qongacha nafaslanganlarning biri edi. Imom Sufyan ibn Uyayna 14 yoshida Qur'on Karimni to'liq yodlab bo'lgan. U kishi dadasining o'zi qilgan nasihatini tilga olib mundaq deydi. Men 15 yoshga kirgan chig'imda dadam meni chaqirib mundaq degan edi. O'g'lim, endi senda bolalarga bo'ladigan shariatning hukmi oxirlashdi. Sen yaxshi amallarni ko'p qilginki, yaxshilikning ahli bo'lasan. Allohning rahmatining kengirligi bilan kishilarni taqvolikdan yondirib qo'ydiganlarning seni senda bo'lmagan narsalar bilan maqtab, aldab qo'yishlari taqvolikdan bo'shashtirib qo'ymasin. Vaolanki Allah sendeki her qanday ahvalını bilip turgucudur. Çünkü kişiler bir kişi hakkında onu yaxshi ko'rganda yaxshi gapini qiladi. Bo'lmasa, uning yomon gapini qilishidir. Sana bo'lgan umidimni hargiz yerda qo'ymagin. Bilginki, faqat olim ulamo va ularga ergashganlarla to'liq qazanalaydi. İmam Sufyan ibn Uyayna mundaq deydi. Men shundan beri dadamning menga qilgan nasihatini o'zimning yashash mezoni qilib keldim. Shundaq qilib, bu yosh ilm safarini mashhur muhaddis ulamolarni ustoz tutish bilan boshladi. U katta muhaddislarga uchrashgan vaqtida 16 yoshda bo'lib, bu vaqtda Shoba ibn Hajjaj mundaq deydi. Men doim mashhur muhaddis Amr ibn Dinarning yonida qo'llarida uzun varaqlarni tutib olib, nihoyat astoydillik bilan hadislarni yozayotgan yosh yigit Sufyan ibn Uyaynani ko'ratdim. Shundaq Imom Sufyan ibn Uyayna ilm edishda bir ustoz bilan ko'payinib qolgan emas. U kishi shu zamondagi tabiinlarning va ulamolarning kattalaridan Amr ibn Dinar, Zayd ibn Aslam, Ibn Shihab az-Zuhri, Abdul Malik ibn Umayr, Abda ibn Abi Lubaba, Abu Ayyub as-Sakhtiyani, Yazid ibn Abi Ziyad, Yahya ibn Sa'id al-Ansari qatorliq va ulardan boshqa nurg'un muhaddis va faqihlardan ilm olgan. Imom Sufyan ibn Uyayna hadislarni yozilish bilan ko'payinib qolmasdan hammasini yodlab oladi va cho'nqur fikr yurgizib o'ylanadi. U mundaq deydi: "Men bir kuni masjid kirsam, ustozim Amr ibn Dinar bor ekan. U kishi menga 8 hadis so'zlab berdi. Ondan men uning ulug'ini tayyorladim. U ulug'i mengan chog'da men boya anglagan 8 hadisning bir harfini tushirib qo'ymasdan uningga yodga o'qib berdi. Ustozim menga Alloh ilminga barkat ato qilsin, zehningni uchiq qilsin deb duo qildi." Sufyan ibn Uyaynaning ustozi Abdul Karim al-Jazari dars o'rinidagi kishilarga Sufyan ibn Uyaynani ko'rsatib turib, "Bu yigitga yaxshi qaranglar. U doim sizlar o'ylab boqmagan va sizlar so'rab boqmagan va so'ray olmaydigan cho'nqur savollarni so'ray oladi" deydi. Aqlliq va chechan İmam Sufyan ibn Uyayna mana shundoq uzluksiz tirishish natijasida muhaddislarning imomi va so'zlari hujjat bo'ladigan Shayxul Islom nomiga erishib, islom ummati qabul qiladigan buyuk olimga aylangan edi. Tarixshunoslar kitoblarida uning 7000 hadisni yodlaganligi va o'z ijtihodlari orqali mustaqil bir mazhab metodi shakllantirib, fiqhdagi muhim masalalarni xotirlaganligini naql qilib keltirdi. Imom Sufyan ibn Uyayna ilmda yuksalgandan keyin islom mamlakatlarining har qaysi bo'laklaridan nurg'un o'quvchilar ilm elish uchun u kishining yeniga keladi. Ularning ichida Imom Shafi'i, Imom Ahmad ibn Hanbal, Imom Ishaq ibn Rahavay qatorliqlar bor edi. İmam Sufyan ibn Uyayna nihoyat taqvodor kishi bo'lib, u kishi doim mundaq deydi: "Ibodat taqvodorlik bilan bo'ladi. Taqvodorlik ilm bilan bo'ladi. Ilm bo'lsa sabr qilish bilan qo'lga keladi. Allohning g'azabi davosi yo'q kasaldir. Kimiki Allohga sig'inib uningdan saqlanar ekan, Alloh u kishini boshqalardan aziz qiladi." Shundoq Alloh taolo Imom Sufyan ibn Uyaynani aziz qildi. U kishi mashhur 4 imomga uchrashish va katta tabiinlar bilan bir zamon yashashdek ne'matga muyassar bo'lgan edi. Imom Abu Hanifa u kishining ustozi. Imom Malik u kishining yaqin do'sti. Imom Shafi'i va Imom Ahmad uning shogirdidir. Bundaq iltifot faqat Alloh yaxshi ko'rgan kishilarga nasib bo'ladi. Imom Sufyan ibn Uyayna umrida 70 qatim haj qilgan bo'lib, jiyani Hasan ibn Umron ibn Uyayna bu vaqtda mundaq deydi: "Biz bir qatimli haj safarida Muzdalifaga yetib kelgandan keyin Arafatga chiqdik.
Tağam u yerda namoz o'qidi va namozini tugatgan chaqda menga mundaq dedi. Men bu yerga 70 qatim keldim. Har yili bu yerga kelganimda Alloh taolodan bu qitimliq haj ziyoratimni eng oxirgi qitim qilib qo'ymasligini duo qilib so'radim. Ammo bu yil Allohdan yana shunday so'rashdan xijil bo'ldim degan. Shu yili, ya'ni hijratning 198-yili haj mavsumidan ilgari hurmatli olim, taqvodor mujtahid Shayxul Islom Imom Sufyan ibn Uyayna rahimahulloh 91 yoshida vafot bo'ldi. Imomning vafotiga butun islom ummati qattiq qayg'urgan bo'lib, mashhur ulamo Ibn Munzir an-Naysaburi bu kishining vafoti haqida buni qasidini yozgan ekan. Kim agar o'kinsa taqvo olimga, yig'lasin u bugun ana Sufyonga. Apmangdi Sufyonni janoza bilan ilmni kipanlab silib tavutga. Ey ümmet kattisi ilimning kani. Uçuraştın Rab taraf güzel rızvanga. Çahnatkan idin bu hikmet nuridin. Qalblar indiler ushbu nurlarga. Piraqın ey Sufyan Uyayna oğlu. Parçamız yutkanda kiler jallarga. Allah Taala İmam Sufyan ibn Uyayna rahimahullah'tan razı bolsun. Ve yukarıda tılga ilingan, yoki tılga ilinmagan barcha imamlardan razı bolsun.